Assalomu alaykum obunachilar. Mening qo'limga Shepard dadam qo'llari deb bugun 2 dona kividan keks tayyorlaymiz. Buning uchun 2 dona kivi, 2 dona tuxum va shakarni birlashtirib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Yaxshilab aralashtirib mikser qilgandan keyin xohishga ko'ra uyingizda qatiq yoki sut bo'lsa, sut qo'shib tayyorlasangiz bo'ladi. Oson, hammani uyida topiladigan narsalar. Qiyom qo'shsangiz ham bo'ladi, qo'shmasangiz ham bo'ladi. Mishriroq chiqsin deb qiyom ham qo'shdim va qatiq, o'simlik moyi qo'shib yaxshilab aralashtirdim. Unni qo'shib, unda ham qovachoqlari ketguncha yaxshilab biriktirib, aralashtirib, suyuqroq bo'tqa holatiga keltirib tayyorlaymiz. Qavartma tuzidan ham qo'shamiz. Qorishmamiz tayyor. Qolipimizni tayyorlab, pergament qog'oz qo'yamiz. Pergament qog'oz yo'q bo'lsa, yog'lab ham qo'ysangiz bo'ladi. Endi buni qorishmamizni gazga 180 gradusda duxovkamizda 40 minutga qoldiramiz. Kekslarimiz tayyor. Ag'darib, biroz sovigandan biroz sovutib yesangiz ham bo'ladi va issiqligida yesangiz ham bo'ladi. Bo'lib ko'rsatgan yoqimli ishtaha, barchangizga tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Layk va podpiskani ayamang. Rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.